Adelaning ko'zlari hali ham ko'rmayaptimi? Umuman o'zgarish yo'q. Men aytgan doktorga olib bordingmi? Olib bordim. Undan zo'rlariga ham olib bordim. Ko'zlari baribir ko'rmayapti. Katarakta ham emas ekan. Keyin u glaukomami degan kasallik bor ekan. U ham emas ekan. Doktorlaring ham tushuna olmayapti. Boshim qotib qoldi. O'rtoq, bitta narsa so'rayman, faqat noto'g'ri tushunmagin. Topish tutishingda noto'g'ri ishlarga qo'l urib qo'ymayapsanmi? Yo'q, ne unaqa do'stim. Endi sen ishonasanmi yo'qmi bilmadim-u. Bizani har bir uyga olib kirayotgan harom luqmamiz eng qadrli insonlarimiz orqali chiqib ketadi. Shuni bilarmiding? Balki gap bu yoqdadir. Kimnidir norozi qilib, qarg'ish oladigan ishlar qilmayapsanmi? Yo'qing. Endi tumakani yo'qing. Bo'ldi, zo'r. Nima bu? Led. Bilaman ledligini. Modulni emas-ku. Bu o'sha oxirgi o'yiz bilan zakaz qilgan partiyamiz adanda. Standartdan o'tmadi-yu. Senga yo'qotib yuborgin degan edim-u. Yo'qotmadingmi? Ukam, bundan topganimizni barakasi bo'lmaydi. Teshib chiqadi. Buni qarg'ishi yomon. Oka, shunchasi qilyapti-ku, balo ham urmayapti-ku. Oka, o'zi qarzga kirib ketdik. O'tgan oy mashina hisobiga plyusga chiqdi. Keling, bor yo'g'i 50 tagina qoldi. Mashina ham sotib yuboraylik, bo'ldi, yig'ishtiramiz. Bo'pti. Shularni qo'yib ol bo'ldi. Yig'ishtiramiz. Padaringga la'nat shu chiroqni o'rnatganingga. Shunaqa ham tumanga qo'yib olasanmi? Ha, padaringga la'nat sani. Padaringga la'nat.